Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zakovaqt podkasti 4-kun, 4-son. Bugun sizlar bilan Yo'q deya olish san'ati kitobidagi ajoyib bir iqtibos haqida gaplashamiz. Har doimgidek men hech qanaqa ssenariy qilganim yo'q. Boricha gapiraman, ichimdagi gaplar to'g'ri-to'g'ri turib chiqadi. Siz ham bemalol o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Tashqarida yomg'ir yog'yapti, shuning uchun sochimga e'tibor qilinglar. Tabiiy holat. Birinchi iqtibosimiz. Erkinlik o'ylaganingizdek chegarasiz bo'lish emas. Aksincha, aniq va kuchli chegaralarga ega bo'lish bilan bog'liq. Ya'ni hayotda erkin bo'lishingiz bu istagan ishingizni chegarasiz qilishingiz emas. Shunchaki sizda ma'lum bir chegaralar bo'lishi va bu chegaralarni hech kim buza olmasligi bu sizning erkinligingiz. Masalan, har qancha erkinman, menda chegara yo'q deganingiz bilan kimdir telefon qilgan paytda, masalan, nimadir ish qilib turibsiz va kimdir telefon qilib, "Mana uni qilib olaylik" deganda, siz "Yo'q, men bandman" deya olmasangiz, bu sizning shaxsiy chegarangiz buzilishi. Yoki istalgan odam istalgan paytda sizga telefon qila olishini bilyapti, buni oldingi podkastda ham aytgandik. Bu уже sizning chegarangiz yo'qligi. Haqiqiy erkinlik bu o'z chegaralaringizni o'rnatib, ana shu chegaralaringiz borligini boshqalarga ham ko'rsata olish. Ko'rsata olmayapsizmi? Yo'q, demak siz hali to'liq erkin emassiz, hali to'liq mustaqillikka chiqib keta olganingiz yo'q. Chunki xohlagan odam xohlagan paytda sizni erkinligingizga rahna solib qo'yishi mumkin va bu hech qanaqasi erkinlik emas. Hamma buza oladigan erkinlik bu erkinlik emas. Ya'ni deylik, yakshanba kuni men dam olishim kerak deb telefoningizni o'chirib qo'ya olmasangiz, demak siz erkin emassiz. Masalan, deylik siz, men xususiy sektorda ishlayman, ya'ni o'quv markazi tizimida, darsim soat 8 da deylik, masalan, xohlagan paytim kelishim mumkin degani emas, lekin bu xususiy bo'lgani bilan 8 mi 8. Agar kech qoladigan bo'lsam, kimdir meni telefon qilib chaqira oladi, demak bu to'laqonli erkinlik emas. Ya'ni men xususiy sektorda ishlayman, men erkinman deb ayta olmayman. Mana shu narsa. Ya'ni erkinlik chegarasizlik emas, aniq qo'yilgan chegara. Ish vaqtingiz 9 dan deylik 7 gachami, bo'ldi. Undan u yog'iga hech kim sizni ishdan bezovta qila olmasligi bu erkinlik. Chunki siz chegaraingizni qo'ygansiz. Kimdir ishdan keyin qoldi degan bo'lsa, sizni yo'q deyish haqqingiz bor. Chunki bu siz chegarangiz, bu sizni dam olish vaqtingiz. Agar kimnidir taklifiga yo'q deya olmasdan, okey deb yana qolayotgan bo'lsangiz yoki bo'lsa kimdir taklifiga yo'q deya olmaganingiz uchun bir kuningiz, yakshanbangiz kuyib ketadigan bo'lsa, demak siz erkin emassiz. Bu erkinlik emas. Oddiy misol beraman. Misol uchun do'stlaringiz bilan chiqmoqchisiz qayergadir aylangani, deylik dachaga boshqa. Va uni planlab qo'ygansiz va o'sha kuni deylik ishxonadan sizni qayergadir chaqirishyapti. Mayli bu deylik yomon nimadir bo'lmasin, ya'ni kun bo'yi ishlash bo'lmasin. Yo'q, misol uchun 2 soatlik ish bor, shuni qilamiz, keyin kechgacha misol uchun turistlarni olib yurishimiz kerak, mazza qilib o'zimiz aylanib kelamiz degan gap. Lekin ish. Ana shuni siz rad eta olmasangiz, demak siz erkin emassiz. Mavzu shu yerda, ya'ni bu iqtibosning mantig'i shu yerda. Takrorlayman. Erkinlik bu chegarasizlik emas. Erkinlik bu aniq qo'yilgan chegara. Ana shunday Yo'q deya olish san'ati hozir ayni paytda mutolaa qilib turgan kitobim, tavsiya qilaman. Muallifi mudhish psixolog, ya'ni bu aynan bir kishi emas, psixologlar jamoasi tomonidan yozilgan. Bu kitob nimasi yoqdi menga? Quruq safsata, quruq psixologiya emas. Shaxsiy rivojlanishga ancha fikrlar bor va yana bitta iqtibosni shu yerdan ko'rib chiqamiz siz bilan. Chunki bu yerda bir nechta iqtibosni belgilab qo'yganman. Xo'p, demak, ko'proq sevilish, hurmat ko'rish, qulay shart-sharoitda yashash, tortishuvlardan yiroqda qolish evaziga nazardan chetda qoldirgan chegaralaringiz qamoqxonangizga aylanadi. Ya'ni ko'proq sevilish uchun, kimni sizni hurmat qilishi uchun va yoki qanaqadir sharoitlarga ega bo'lish uchun siz chegaralarningizni buzyapsizmi? Siz erkinligingizni yo'qotasiz, qamoqxona rejimiga tushib qolasiz. Chunki xohlagan odam siz erkinligingizni buza olgandan keyin baribir 100% o'zingiz qancha aytsangiz ham erkin bo'la olmaysiz. Yo'q deya olmas ekansiz, ozod, erkin, mustaqil emassiz. Hayotingiz boshqalar qo'lida. Ana shu tizgin sizning bo'yningizdagi bo'yinturuq kabi yetaklaydi.
Endi na biror joyga bora olasiz, na kim ekanligingizni, aslida nima istayotganingizni o'ylaydigan darajada kuchingiz qoladi. Ya'ni siz kimgadir yo'q deya olmasangiz, kimnidir sizdan talab qilayotgan narsasini bera olmasangiz, ya'ni bermasangiz, bu ya'ni o'sha inson oldidagi hurmatingizni yo'qotilishi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, u siz sekin-sekin sinib borasiz. Shaxs sifatida ham qanday desam. Bitta narsa bor. Masalan, qaysidir kitobda o'qigandim, yaxshi iqtibos, bu ham hozir muallifini eslolmadim. Agar qaysidir ishni o'z xohishing bilan qilsang, birinchi kun senga rahmat aytishadi. Ya'ni sen unga majbur emasdan o'z xohishing bilan qilyapsan. Deylik yotoqxonada turasiz 4 kishi, siz ovqat qilib qo'ydingiz hamma uchun. Birinchi kun sizga rahmat aytishadi. Ikkinchi kun sizdan bu narsani iltimos qilishadi. Ya'ni yaxshi bo'ldi, qilding. Uchinchi kun sizdan buni talab qilishadi. Xuddi siz qarzdordek. Va agar siz shu paytda chegara qo'ya olmasangiz, o'sha yerda qanaqadir tortishuv, ko'ngilsizliklar kelib chiqish ehtimoli yuqori. Yana bitta narsa bor. Ana shu kitob bo'yicha olgan xulosalarning bittasi. Agar kimnidir xafa qo'yishdan qo'rqib yo'q deya olmayotgan bo'lsangiz va siz yo'q deganingiz uchun kimdir xafa bo'ladigan bo'lsa, bo'lsin. Agar kimdir sizni shaxsiy chegaraningizni buzishga urinsa-yu, siz unga yo'q desangiz va u xafa bo'lsa, bo'laversin. Chunki uni o'zini farosati yetishi kerak edi, sizni shaxs ekanligingizni anglab yetishi kerak. Ya'ni u yerda u nima uchun xafa bo'lyapti? Sizdan foydalana olmagani uchun. Bu yerda siz yo'q deganingiz uchun xafa bo'lmayapti. Sizdan o'sha o'zini manfaatini ololmagani uchun xafa bo'lyapti. Masalan, u yerda ham so'rashingiz, u sizdan so'rashi mumkin. Mana shuni birga qilaylik, imkoning bormi? Tarzida iltimos qilganda balki siz masalan aytishingiz mumkin qanaqadir yo'lini boshqa. Yoki masalan aynan sizdan talab qilmasdan qanaqadir muammoni hal qilishni boshqa yo'llarni so'raganda tavsiya berishingiz mumkin, lekin aynan sizdan nimanidir talab qilayotgan bo'lsa va siz unga yo'q deyotgan bo'lsangiz va u xafa bo'layotgan bo'lsa, bu sizning aybingiz emas, bu uni befarosatligi. Va yana bitta narsa, bu shaxsiy tavsiya. Agar atrofingizda shunaqa insonlar bo'lsa, ya'ni sizdan foydalana olmaganda sizdan xafa bo'lgan insonlar bo'lsa, atrofingizni ulardan tozalab olganingiz ma'qulroq. Rostdan ularni tozalab olganingiz ma'qulroq. Ya'ni shunchaki uni ko'ngliga qaragandan ko'ra aloqani uzib qo'yaversangiz ham bo'ladi. Chunki siz sezdingiz, uni maqsadi sizdan foydalanish. U sizdan foydalanish uchun shu yerda, sizdan foydalana olmay qolganda sizdan xafa bo'lyapti. Demak, bu sog'lom munosabat emas. Demak, bu sog'lom do'stlik emas. Ana shu narsani to'g'ri qo'yib olishingizni, to'g'ri tushunib olishingizni so'ragan bo'lardim. Bu o'zingiz uchun ham kelajakda foydali bo'ladi albatta. Mana shunaqa fikrlar hozircha. Rahmat tomosha qilganingiz uchun, shu yoqqa kelganingiz uchun va iltimos agar fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiring. U biz uchun, men uchun juda ham muhim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni rivojlantirishdan aslo to'xtamang.